Bir masjidga imom bo'lib, velosipedda ko'chalarni kesib o'tardim. Bir ko'chada bir aka aravachada nogiron, majruh bir aka o'tirardilar. Aravachani tagiga tosh yonki g'ishtni qo'yib qo'yishib, bir 3 yoshli qizchaga aravachani dastagini ushatib qo'yishib, aravachani ushab tur. Agar ushamasang, aravacha yurib ketsa, dadangni mashina bosib yuboradi desa, hali qizcha qo'yvormasdan ushab turardi-da. 10-15 tacha o'g'il qiz bolachalar o'yin o'ynashsa, qarab turardi-yu, lekin o'yinga borib qo'shilmasdi. Har safar o'tayotib aka bilan so'rashib, bir shirinlik qizchaga berib boshini silab o'tardim. Bir kun o'taysam aka vafot etibdilar-da. Vafot etibdi-yu, hali qizchani yupatadigan odamni o'zi yo'qda, shunaqa ham yig'layapti, ichidan chiqib yig'layapti. Ko'zidan shunday yosh oqib yig'layapti, katta odam yig'lagandaqa yig'layapti. 3 yoshar bolacha. Yaxshi amma xolalar, "Voy, dadam mehmonga ketyapti." Yig'lasang mehmondan kelmay qo'yadi. Dadam mehmonga ketyapti, tuzalgani ketyapti. Agar yig'lasang dadam tuzalmay keladi. Yig'lama qizim. Xo'p dedi-da. Yig'lamayapti, lekin ko'zi bo'ysunmayapti. Shunaqa yosh oqyapti. Kattalari yig'lasa ham u yig'lamayapti. Nimaga? Dadam kelmay qo'yadilar. Qarang, dadam kelmay qo'yadilar. Dadam tuzalmay keladilar, kelib qoladilar. Yig'lamasdan ko'zidan yosh oqizib turibdi-da, yuvilib, kafanlanib, janoza o'qigan olib chiqilsa ham, oldidan olib o'tsa ham yig'lamayapti-da. Namoz o'qilib, ko'chaga olib chiqib ketilsa ham, boshqalari, onasi, ayoli, opa-singillari yig'lasa ham hali qizcha yig'lamayapti-da. Chunki dadam kelmay qo'ymasinlar. Bir 3-4 kundan